Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va dehqonlar. Mana bugun biz Surxondaryo viloyati Ta'limardon tumanidamiz. Sevinch kompaniyasining 59-65 navli gul karam gibridi ekilgan. Bu yerda 2-3 yil ekilishi. Karam haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Gul karamning ekilish sanasi 10-sentyabrda ekilgan. Bugun 3-fevral. Pishish davri o'rtacha 120-130 kunda tayyor bo'ladi. Mana hurmatli obunachilar. O'zini yurashi juda yaxshi yuradi. Kasalliklari tagida kasalliklari yo'q. 5 ning palagi juda baquvvat bo'ladi. O'zini yaxshi himoyalaydi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz aka? Siz charchamaysiz. Aka, Sevinch kompaniyasining 56-97 gul karam ekkan ekansiz aka. Shu haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, qachon ekilgan va qanday bo'lganligi haqida. 10-sentyabrda ekilgan. Urug' tashlangan 10-sentyabrda 20-yanvar, 25-yanvarda uzilib boshlagan. 3-terim hozirgi endi kilosi 2 kilo 2,5 kilo chiqadi. Boshqa sortlardan afzallik tomoni qanday? Kasalliklarga chidashi, hosil berishi, Oppoqligi, zinch o'rashligi, zinch bo'ladi. Tagida gemoroy yo'qligi. Boshqa karamlardan. Oqligi qanday aka? Oqligi nima deysiz? Oqligi sifati a'lo darajada. Bu hozir 3-terim, ha? Ko'rsataylik. Kameraga xos. Bu hozir 3-terim. Bu yerda hozir maydalari bor. Tagida gemoroy yo'q. O'ziga qanday ma'qul tushdimi aka? Ma'qul tushdi. Zo'r. Xudo xolasa bu yilga qanday rejalar qilyapsizmi? Nasib inshaalloh buni endi ko'paytiramiz. Ko'p. Aka, rahmat. Sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar va dehqonlar, agar sizlarga ham yaxshi shunaqa gul karam kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va yangi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Podpiska va like eslatib qo'ying.